Bugun 8-mart 2025-yil. Barcha ayollarimizni xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Bizni kanalimizni kuzatib borayotgan barcha yigitlarimiz nomidan. Endi kelaylik bir haftalik hisobotga. Oldingi videoda aytib o'tdik, mana bunaqa sariq dog' tushib ketdi barglarga. Buni sababi orqada mana un shudring tushganligi barglarda, ko'ryapsizmi? Biz o'tgan hafta yakshanba kuni 5 ml tapas, 5 ml kvadrisni aralashtirgan holda 10 litr suvga qo'shib sepgandik. Natijasi qanday bo'ldi? Sal endi masala to'xtaganday bo'lyapti. Mana sal qoracharoq dog'lar paydo bo'ldi. Shu hoynahoy endi tushunishimcha shu un shudringni ozgina kuydirib to'xtatgan degan fikrdamiz. Un shudring bor, hali ham, lekin avji sal kamaygandek barglarda va o'sha un shudring joyida bunaqa qoracharoq nimalar bor, kuyganday ahyon nuqtalar bor. Boshqacha qilib aytganda, palaklarda juda bu nima sariq dog'larni avj olib ketgani ham ko'rilmayapti, lekin butkul un shudring yo'qolmagan ham bir haftaning ichida. Shu ma'noda sal ta'sir qilib avjini susaytirgan degan xulosadamiz. Yana vaqt ichida kuzatamiz. Menimcha ertadan keyin yana bir shu qaytalaveramiz o'sha tapas bilan kvadrisni. Endi bu safar balki tapasni ulushini sal orttiramiz 8 gramma qilib. Bugun shu anchadan beri virusga qarshi dori sepishni ilojisi bo'lmadi, chunki orada shu un shudringga qarshi sepdik 2 marta. Bir orada bo'shliq vaqt bo'lmadi. Deb sepaverib, zamruhlar ko'paytirmaylik deb orasini yaqinlashtirish bo'lmadi. Shuning uchun hozir Avavir degan preparatni 10 litrga 20 ml dan aralashtirib sepib chiqdim. Ustidagi hali nima tomchilar qurib bo'lmabdi. Sal qo'lim kechroq bo'shadi. Shuning uchun soat 2 dan o'tib sepib boshladim. Shu ma'noda endi kechki salqinga yaqinroq bo'lgani xavf tug'dirishi mumkin, ammo bugun sepmasam ertadan keyin tapas bilan kvadrisni sepolmay qolishi mumkin deb qo'rqdim. Orada bir kun bo'shliq bo'lsin, undan keyin ularni sepaman deb. Hozir vaqt soat tushdan keyingi soat 4 bo'ldi. Ataylab derazalarni ham yopmay turibman, shaboda bo'lib tursin. Issiqxona ichi biroz salqinroq bo'lsa ham, hali tezroq barglar qurisin deb 5 largacha yopmay turaman derazalarni. Garchi hozir o'zi yopsa bo'lar edi. Ko'pchilik nima bo'ldi, virusni to'xtata oldingizmi, qaysi dori yordam berdi deb so'rashyapti. Endi xabaringiz bor, biz ana qo'lbola doridan oluvdik, Ebola degan. O'shani olib kelishimizdan bir kun oldin Avavir sepgandik. Keyin o'sha Ebolani olib kelganimizdan keyin havo bulut bo'ldi, bir 6 kunlar uni sepolmadik, bulut havoda sepmang deyshgan uchun. Bu 6 kun ichida biroz shu haligi virus avji to'xtaganday tuyulganligi sababli biz shu Avavirda ta'siri bo'ldi, xususan mana shu virusga degan fikrdamiz. Garchi o'shanda bir 6 kunlardan keyin biz o'sha Ebolani sepgan bo'lsak ham, endi Ebolani bilmayman ta'siri bo'ldimi, bo'lmadimi, ammo Avavirniki bo'ldi deb o'ylab, hozir imkon bo'lganda birinchi navbatda o'sha Avavirni sepyapmiz. Keyingi hafta balki imkon bo'lsa, kunlar yaxshi bo'lsa, o'sha Ebolani ikkinchi martasini yana sepaveramiz. Ekinni tagiga sal egilib qarasak, ana mevalari ancha yetilib qopti. Ya'ni manzilga yaqinlab qoldik, terim mavsumiga, manziliga. Biroq talofatlar ham hali bor, to'xtamayapti. Ayniqsa mana bu issiqxonamizda menimcha bir kamida 35% ekin talofatdan zarar ko'rdi. Ulardan bir qismi bu virusga chalingan bo'lsa, yetmagan joyiga un shudring tushib shunday dog' qilib tashagan barglarni. Aytgancha o'tgan videoda haligi shanba kuni video olib, shu un shudring ko'paymasin deb ko'proq havo berib dori sepmoqchi emasmiz degdim, lekin izohlarda bir ikki obunachimiz aytdi, aka bu juda avji tez olib ketadi. O'tgan yil hatto bittasi yozibdi, bizni ekinimizni deyarli butkul bargi to'kilib ketdi, to o'ziga kelguncha mevadan to'xtadi, ancha kechikib ketdik deganligi uchun yakshanba kuni orada bir 2 soat sal quyoshli payt bor edi, tavakkal qilib sepaverdim. Hali buni tezroq to'xtatib olsak bo'lmas ekan shekilli, keyingi haftagacha umuman yevormasin ekinni deb. Ya'ni shu obunachilarimizni bu dog' tushishiga, ya'ni un shudringga jiddiy qarang degan tavsiyalari tufayli shuni qo'rquv bilan harakat qildik. Menimcha natija yomon emas. Un shudring sal har holda avjini susaytirish imkoni bo'ldi. Buning uchun
Ushbu obunachilarimizga katta rahmat. O'sha video ostida ular yozib qoldirmaganda men sepmasdim. Endi bu hafta nima bo'lardi, nima qo'yardi, endi Xudo biladi. Yuqorida ikkita talafotni aytdik. Uchinchisi esa mana ildizidan muammo bo'lib bo'lishi. Bundan bir ikkita video oldin buni so'lib qolgan bitta tubni ko'rsatdim, sug'urib. Esingizda bor, kuzatayotganlar biladi. Ular tagiga buni oldini olish uchun endi agar fuzaryoz solish bo'lsa deb 10 litrga 25 millilitrdan qilib xotiram pand bermasa strikar quyib chiquvdik. Endi o'lganlar o'lyapti baribir. Bilmayman, strikar ta'sir qildimi, yo'qmi, o'zi bu fuzaryoz solishmidi yoki bo'lmasam boshqa haligi kasallikmidi. Agar boshqa kasallik bo'lsa, balki strikarni yo'nalishi emasdir u. Xullas biz boshqa urinib yotmadik. Bunga dori quyishga xarajatlar ham juda ko'payib ketdi. Bir hisoblaganimda 25 millionga boruvdik bundan bir oylar oldin, endi ko'mir bilan hisoblab, hozir menimcha 30 milliondan o'tib ketdik. Bunaqangi holatda juda ko'p endi xarajat qilmaslik kerak shekilli, o'z holiga qo'yaylik deb endi bu yerga asosan Xudoni bir xohishiga qo'yib beramiz, nasib qilganini olamiz endi. To'g'ri, manzilga yaqin qoldik, sal harakat qilib, balki bularni ko'proq himoya qilishimiz kerakdir, ammo xarajatlarim juda kattarib ketdi. Buni izdan qo'yursangiz, xarajatda ham poyoni bo'lmayapti. Yaqinda ko'mir ham tugaydi, bir 3-4 kunda. Shu bilan endi ishqilib sovuqlar kelmasin. Sababi ko'mir olaylik desak, yana kamida bir 5 tonna olish kerak, bu ham bir 6 millionlar pul bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, nazariy jihatdan qarasa, issiqroq qilish kerak, nimani kasaldan himoya qilish kerak va hokazo. Ammo amalda ko'rinib turibdiki, to shu xarajatni chiqarguncha bu yashaydimi, yo'qmi, mana qangi yo barga to'kilib ketsa, deylik, unshudring ko'payib ketib, meva solishi bir oyga kechib qolishi mumkin. To mevaga kiraman deguncha bozorda narxlar tushib ketishi mumkin. Undan tashqari to keyingi haligi barga chiqquncha yana ildizdan ko'pchilik o'lishi mumkin. Biz omillar juda ko'p. Endi yuqoridagidan kelib chiqib biz juda zarur bo'lgan narsalarga ozgina pul sarflashimiz mumkin, lekin bunaqa izdan qolmaymiz endi degan nuqtai nazardamiz. Yana ham o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldirarsizlar. Mana bu yerda ham bitta ko'chat o'lishga tayyorlanib turibdi, so'libroq bo'lib. Ertaga ketadi, borsa qaytmasga. Bular ham aksiga olib, mana bu virusdan zarar ko'rganlar so'lib o'lsa bo'lmasmidi? Yo'q, bular yaxshi turibdi-da. Mana bunaqangi ahvoli yaxshi bo'lganlar ildizdan qurib qolyapti. Demak, bir qarashda mevalar yetilib qoldi. Bundan xursand bo'lish kerak, ammo boshqa tarafdan qaraganda bu meva yetilgan ko'chat, qarang, virus urib yotibdi. Mana bu yerda ham yana bittasi bor. Va hozircha bu viruslar to'xtab turganday bo'lgani bilan hech kim kafolat bermaydi keyin avj olib ketmasligiga. Bu sharoitda odam unaqa bir hayajonlana olmas ekanda. Chunki vaziyat juda noaniq. Odatda shu meva pishishiga yaqin qolganda, mevalar yetilganini ko'rib odam hayajonlanib, "Voy, yaqinda teramiz, yaqinda sotamiz" deydi-yu. Bizning holatimizda mo'tadillik, unaqa bir hayajon yo'q. Sababi ancha-muncha tashvishlar hali turibdi. Bugun shu ustidan dori sepishdan tashqari tagidan oziqali suv berdik. Yerda ham biroz zax bordek tuyuldi, biroz, garchi o'tgan hafta sug'ormadik, zax ko'pdek ko'rindi. Va o'sha unshudring yana avj olib ketmasin, namlik ortib degan ma'noda bugun yengilroq suv quydik. 1,5 ming jami hisoblasak, o'shanga bir 3 tonnadan sal ziyodroq suv berildi. Ozuqa sifatida bir akamizni tavsiyasi bilan, yani doimiy bizni nazorat qilib yurgan akamizni 1 tonna suvga 2 kilo kalsiy berasan dedi. Men 2 kilo berishga cho'chidim biroz. 1 kilo 800 qo'ydim. 70 gram bor soldik. 100 gramgacha solsa bo'ladi dedi. Aslida 50 gramdan 100 gramgacha, men 70 gram soldim. 100 gram temir qo'shdim va ildizni yaxshilash uchun Fitoaktiv Extra degan preparatdan qo'shdim. U 1 tonna suvga 20 ml qo'shiladi. Shunaqa me'yori kichkina. Keyingi suvlarda doim beriladigan bo'lsa, haftada bir 10 ml dan qilib bersa ham bo'ladi keyingi safarlar. Agar 2 haftada bir bersangiz, unda 20 dan har hafta bo'lsa 10 ml ham yetadi. Bu o'sha ildizlar tufayli, zarar ko'rish tufayli so'lishini oldini olishda qo'shimcha ildiz chiqarib, balki sal zararlanganlarni olib qolish imkoniyati bo'lar deb ushbu ildizni rivojlantiruvchi preparatni ham
aralashtirdik. Garchi o'zi hosilni kattaartirishga nimani kaliyli o'g'itlar tavsiya qilinsa ham, lekin ikkita shu odam, bittasi agrodo'kondagi sotuvchi, bittasi shu bizning akamiz shu kalsiy, temir qorishmasini berish ekinga ancha foydali ekanligini, ya'ni hosildorlikka juda yaxshi ta'sir qiladi deb tavsiya qilishdi. Endi akamiz qo'shimcha ravishda o'sha kalsiyga temir va borni ham qo'shishni tavsiya qildi. Qolaversa biz nima qildik? Suvni shu iyesini sal yaxshilash uchun, oziqalar yaxshiroq o'zlashtirilishi uchun nima yantar kislotasidan qo'shdik 50 gram 1 tonnaga. Mana shu oziqani bersang, ancha palaging ham yaxshi bo'ladi, hosiling ham zo'r bo'ladi deb aytdi aka. Nimada agrodo'kondagi ham sotuvchi u shu Udar degan bitta bizning hududda Udar deb nomlangan bitta dorini tavsiya qildi. U dorining tarkibi kalsiy bilan temir. Bunday ochsangiz o'zi qip-qizil turadi. U ham shu mana shundan bersangiz hosilni zo'r qiladi deb aytayotgandi. Xullas ushbu nimani oziqalarni berdik va jarayonda natijasini kuzatib boramiz. Biz bu yil shu haftada bir suv berayotgan edik shu paytgacha. Orada mana o'tgan hafta shu zariqlik sal ortdi deb suv bermadik. Meni bitta sal qo'rquvim bor, shu har safar o'g'itli suv berayotganligimiz ozgina yerni sho'rligini orttirib, ildizlar oziqani o'zlashtirishga qiynalib qolmasmikan degan qo'rquvim bor. Chunki o'zi qoidasi bo'yicha bitta o'g'itli suv, bitta toza suv bersa yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'sha toza suv sho'rni ham sal yuvorib, ekinni yer sal tozalab, oziqani yaxshiroq o'zlashtirishga sharoit qilib beradi. Biroq ikkinchi tarafdan hozir o'sha kun issiq vaqti singari haftada 2 marta sug'orish imkoni bo'lmaganligi uchun biz endi vaqtdan yutqazmaylik deb majbur bo'ldik har hafta o'g'itli suv berishga. Lekin boshqa tarafdan shu o'tgan hafta bitta ukamiz bilan gaplashsam, u ham Bulg'or qalampiri ekkan. Shu bizdan keyin bilmam bir 20 kundan keyin ekkan. Shu paytgacha 2 marta oziqali suv berdim xolos aka deydi. Ya'ni u ham tushunishimcha haftada bir sug'oryapti. Bitta toza suv, bitta oziqali suv beryapman. Ekinim yaxshi turibdi deydi, muammo emas deyapti. Endi shu o'ylanib qoldim biz shu oziqali suv sal ko'p berib yormadikmi deb. O'sha bizga maslahat berib yuradigan akamiz qo'rqma, berib hech narsa qilmaydi degan uchun berib yuruvdik-ku. Biroq boshqa tarafdan qaraganda mana bu barglarda unshudring paydo bo'lishiga biz endi har safar oziqali suv berganimizda endi nitrat borda ichida, azot endi u. Azot borligi ekinni shu salqin paytida uncha berib bo'lmaydi ko'p deydi. Bu nima? Chirish kasalliklarining ko'payishiga hissasini qo'shishi mumkin. U payt xavfli hisoblanadi. Balki mana shu har safar oziqa berganimiz uchun mana shu unshudringni tezroq chaqirgan emasmizmi degan xayol aqlimdan o'tib boshladi bugun. Chunki o'sha ukamiz aytayaptiki, men deydi juda zaxlatib yuborgan joylarim bor. Yer shunday zax bo'lyapti, unaqangi unshudring yo'q bizda, yaxshi turibdi, palak deyapti-da. Bugun ham o'zi shu oziqali suv bermasdan shunday toza suvni o'zim beraymi degan fikrim ham bor edi. Keyin endi o'tgan hafta suv bermaganimiz uchun berib qo'yaveray, kalsiy hozir ancha bo'lib bermaganimizga palakni sal mustahkamlashga, haligi to'qimasini yaxshilashga yordam beradi. Ayniqsa hozir kasalni biroz stressli paytida balki shu muhimroqdir deb ikkilanib oxiri shuni berdim. Xullas, bir haftalik ishlar, bir haftalik hisobot shulardan iborat edi. Bizni kuzatib borayotganingiz uchun katta rahmat. O'z fikr mulohazalaringizni ayamay aytganligingiz uchun katta rahmat. Aytganimdek, har safar sizni tavsiyangizni balki biz qo'lla olmasak, boshqa kuzatuvchi va obunachilarimizga asqotib qolishi mumkin. Shu ma'noda men yozdim. Tavsiyamni dehqonimizdagilar qilmadi deb xafa bo'lmang. Degi maqol bor-ku, yaxshilik qil, suvga ot, bilsa baliq, bilmasa xoliq deb. Ya'ni biz qila olmasak, o'sha xalqqa foyda yetishi mumkin. Shu ma'noda hali yozganlarim havoga uchdi deb hech ko'nglingizga yaqin olmaysiz. Biz balki eng to'g'ri yo'lni sizga ko'rsata olmasmiz, lekin biz bilan siz xato qanday bo'lishini, qanday xato qilmaslik kerakligini aniq bilib olasiz. Dehqoningizni kuzatib boring, davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat. Sizni borligingiz bizga kuch-quvvat beradi. Sog' bo'ling.